Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Mana yana elektroseti qilib turgan fuqarolarga foydasi. Fuqarolarga emas, davlatga ishlayotgan счетчик mana. Mana bu yangi hozirgi hisoblagich. Mana bu eski oldingi qo'yilgan hisoblagich. Mana shu Mercury dan yangi aqlli счетчик har oyiga 300 dan ziyod kilovat svet ishlar ekan. Mana buni isboti. Men shuning uchun bularni Xorazm elektrosetiga ham, Hazorasp tumaniga ham kelib nimada o'tkazishni so'radim. Go'standartdan. Kelishmayapti. Mana kelib kecha svetimni uzib ketishdi. To'xtatdi. Hozir 2 kundan beri svet yo'q. Bularning qayta o'g'irligini ochgan sen mana shunday ishlarni qilishyapti. Qani hurmatli prezidentimiz bularga kim imkoniyat beryapti shunchalik? Bu davlat prokurori, ichki ishlar, sud tashkilotlar, qonun tashkilotlar bularga hech nima deya olmasa. Davlatning pulidan yesa. Shunday qilib. Mana shuni ko'ringlar, mana hurmatli prezidentimiz, mana yo'llarimiz yotibdi. Dastur orqali o'g'irliklarni ochsangiz, harbiy usullarni qilishsa, 330-sonli qaror 2026da boshlanadi deb qani boshlangani. Mana hurmatli prezident, mahallamiz yo'llar butun turibdi. Men endi buni oxirigacha olib boraman. Bu davlat boshqaryaptimi buni yo mafiya boshqaryaptimi bu tizimni? Shuning uchun bunga yaxshilab e'tibor berib o'tishini so'rayman. Mutaxassislarni yuborib, aytgan so'zingizda turib, korrupsiya qayerda rivojlangan bo'lsa, shu yerga boraman degansiz. Mana keling hurmatli prezident, men O'zbekiston Liberal partiya a'zosiman. Suvankulov Bobomurod Qodirovich. Sizni kutaman.